Hozir Uhud tog'iga keldik. Mana bu yerda shahidlarning ulug'lari ekan. Alo. Shundan so'ng bu tarafiga keling. Mana quyosh botar tarafga ekan. Bo'lsa siz quyosh, siz quyosh masjid quyosh chiqar tarafda, biz botar tarafida. Ha. Mana yakta. Uhud amin ku yakta xudo juda istoladi. Rasululloh aytganki, Uhudda Uhudda ma do'st medorim, Uhud mora do'st medorim. Dar vaqti janoza domulloh ham megoyanki, agar Parvardigor shu qiyomat kunida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ummatlarining peshonasidan nur taralib turar ekan. Allohim bizlarni ham barcha mana shu jamoatimizning ham va zurriyotlarimizni ham Allohim Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam suyukli ummatlardan qilsin. Bizni bu ziyorat qilgan qadamlarimizni hasanat savoblar ila Allohning o'zining namoyi amolimizga bitgin. Ya Robbi, bilib bilmay qilgan gunohlarimizni mag'firat qilgin. O'zing mehribon rahimli zotsan. Alayna mavlana innaka at-tawwabur rahim. Ya Robbi, bu shahidlar ila qiyomat kunida jannatga kirib, jannatning naimlarida turishimizni va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qo'llaridan Kavsar suvini ichishga barchamizni Alloh bahramand qilgin. Robbana innaka antas sami'ud du'a. Endi avtobusga. Mana bu Uhud tog'i. Ya Alloh. Uhud tog'iga keldik mana. Mana bu kamonchilar turgan. Bu kamonchilar turgan tog'. 50 ta kamonchi ana shu tog'da bo'lgan. Yo'q.